Men 13 yoshli qizim bor. Aynan mana shunaqa yosh qiz bolalar uchun sizda qandaydir o'rgatadigan kurslaringiz bormi? Bunaqa yoshdagilarga ko'proq offlaynni tavsiya qilaman, chunki onlaynda men ularga tavsiya berganimda tepasida tura olmayman, kontrol qila olmayman, mashina bilan ishlashi, texnik xavfsizliklarni nazoratga ola olmaganim uchun ko'proq offlaynga chaqiraman bunaqalarni. Hozir aynan maktabdan dam olish vaqti bo'lgancha hozir bizda shunaqa yoshdagi qizlarimiz, shogirdlarimiz ko'p. Lekin offlaynda imkonim yo'q, onlaynda o'rganishim kerak degan bo'lsa, noldan tavsiya qilaman, chunki noldan biz mashinani qanaqa obработка qilishdan boshlab, texnik xavfsizliklari qanaqa bo'ladi, minalar bilan qanaqa ishlash kerak bo'ladi, hamma narsani maydalab tushuntirib beramiz. Bu yoshdagi qizlarga shunaqa o'rgatish kerak, chunki bundan kattaroq qizlarga nima deydi, yo'l-yo'lakay o'rgatib ketsak ham tushunib ketaveradi-da. Ular o'zini ehtiyotini qila oladi. 10 yoshdagi qizlar baribir hali bola, ularga maydalab o'rgatilgan noldan boshlanadigan kurslarimiz edi. Lekin mana shu yoshda o'rganishni tavsiya qilaman qizlarga, chunki sabr bilan o'tirishni o'rganadi, boshqa kasblarni yoki fanlarni o'zlashtirishiga ham yordam beradi. Chunki ko'p o'tiramiz, bizning ishimiz mayda ish bo'lgani uchun rosa sabrni tezlashmagan holatda shortslar bir narsalarga bog'lanib qolmasdan sabr bilan o'tirib ishlashni yaxshi o'rganishadi shu yoshda.